Hurmatli obunachilar, bugun biz Gurlan tumani Navbiryoq mahallasida Ahmedov Boboxon akani xonadonida bo'ldik murojaatlarga asosan. Asosan biz murojaatning maqsadini tushunib yetdik. Fermer xo'jalikdagi bitta tadbirkor bilan o'zaro kelishmovchilik bo'lganligi sababli, ya'ni o'sha yerni ustida ularda yillar davomida mana nizo bo'lib kelayotgan ekan. Biz narigi tomonni hujjatini o'rganganimizda hujjatida kamchiliklar borligini ko'rdik. Ya'ni yerni u odam 10,4 gektar yerni 30 yil ijaraga olgan, davlatdan, Gurlan tumani hokimiyati davlatdan berganlar, shuni ijaraga maqsadli foydalanish uchun, ya'ni chorvachilik qilish uchun olingan. Lekin hozirgi kunda biz ko'rdik, hech qanaqa chorvachilikni ko'rmadik. U yerda sholi ekilganini, ya'ni sholi ekilib kelaturganini ko'rdik. Demak, biza yer kodekslarini, O'zbekiston Respublikasining yer kodekslarini biz o'rganib chiqqanimizda, o'qib chiqqanimizda yerni zaxiraga qaytarish asoslariga nimalar sabab bo'lishi mumkinligini o'qib chiqqanimizda, birinchi o'rinda ixtiyoriy voz kechishi ko'rsatilgan bu yerda. Muddat tugashi, ya'ni 30 yil agar tugagan bo'lsa, maqsadsiz foydalanish, tuproq unumdorligini pasayishi va soliq to'lanmasligi holatlari uchraydigan bo'lsa, u holda yerni qaytarib olish kerak bo'ladi, ya'ni davlat zaxirasini. Bizda bu yerda 3-chi toifasi to'g'ri kelib turibdi, ya'ni maqsadsiz foydalanish. Demak, Gurlan tumani prokuraturasi tomonidan o'tgan yil 2025-yilda 20-marta taqdimnoma chiqqan. Ya'ni o'sha fermer bo'yicha, yeri bo'yicha kamchiliklar aniqlanganligi bo'yicha taqdimnoma chiqqan. Lekin mana oradan 1 yil o'tib turib, hech qanday bir chora ko'rilmaganligi ma'lum bo'ldi. Biz Gurlanga borganda albatta o'sha Gurlan tumani hokimiyati matbuot kotibi bilan bog'landik. O'sha yerda daraxtlarni yoqqanlik holati bo'yicha mahalla uchastka noziriga bog'landik. Gurlan tumani zamnachalik militsiyasi bilan gaplashdik, hamma holatni tushuntirdik. Ya'ni mana shu holatlar bo'yicha ham chora ko'rilishi, ya'ni dalolatnoma protokol tuzilganligi aniqlandi. Demak, biz bu holatga barham berish uchun Xorazm viloyati prokuraturasini hamma videolarni isboti bilan jo'natdik. Ya'ni bu vaziyat nazoratga olindi. Lekin Ahmedov Boboxon akani hozir o'zlaringiz ko'ringlar, yig'lab erkak kishi bo'lib turib, qisinib, shu qayerga borishini bilmasdan shu ommaviy axborot vositalaridan murojaat qilib yig'lab turibdi, yuragi og'rib turibdi. Ya'ni o'sha daraxtlarimni yoqib kelyapti, meni ekin-tekinimga suv bermayapti deb iltijo qilyapti. Ya'ni bu odam nima yashashini ham o'rgandim. Ya'ni oilasi oddiy oila, voyaga yetmagan farzandlari bor. Bu odam yaqinda yuragini ham operatsiya qildirgan, ya'ni stent qo'ydirgan. Demak, bu odamga muntazam ravishda dori ukolina pul kerak. Ya'ni ekin-tekinini orqasidan bu inson kun ko'radigan inson. Buni suvini yopishga, ya'ni davlat tomonidan bu odamni vatxoz bilan shartnomasi bo'la turib, ya'ni soliqlarni to'lay turib, boshqa inson suvini yopishga kim yo'l qo'yadi? Qani aytinglarchi? Biz bu holatni albatta nazoratga oldik va men Gurlan tumanini albatta o'sha organ xodimlaridan iltimos qildim. Chora ko'rganligi bo'yicha bizga albatta javob berishlarini, ya'ni o'sha haqiqatdan o'sha odamga chora ko'rilganligi haqida men javob olishimni so'radim. Qonun ustuvorligini ta'minlanganligini men bilishni so'radim. Ya'ni bu narsani biz xalqqa ham ko'rsatishimiz kerak. Boshqa joyda ham bunday holat uchramasligi uchun. Hozir marhamat tomosha qilinglar Ahmedov Boboxon akani murojaatini. Assalomu alaykum, hurmatli Xorazm viloyatining ekologiya boshlig'i. Biz hozir ayni damda Gurlan tumani Qizileli qishlog'indamiz. Yana murojaat tushdi bizlara. Yana shu yashil makon, ya'ni mana bu ekilgan daraxtlarni qaysidir fermer yoqib yuborgan, mana ko'rib turibsizlar. O'zaro nizolashgan, shu nizosida mana shu achchiq ustida mana shularni yoqib yuborgan. Hozir prezidentimiz yashil makonni ko'paytirish topshirig'ini bergan. Daraxtlarni ko'paytiringlar, ekin-tekinni asranglar deb aytgan paytida bu yerda Gurlan tumanida shunday holat bo'lgan. Bu bo'yicha mana hozir murojaatchimiz aytayapti. Uchastkoyga ham aytganman, Gurlan tumani ekologiyasini ham aytganman, hech qanaqa chora ko'rmayapti deb aytayapti. Mana qaranglar. Bu qanaqa daraxt edi bu? Tol teraklarni yoqib yuborgan mana. Mana. Shu narsani e'tiborga olib, albatta har bir daraxt uchun jarimaga
tortishingizni qonun oldida javob berdirishingizni so'rayman. Biz bu narsani nazoratga olamiz. Respublika ekologiyaga ham jo'natib qo'yamiz. Mana shu yoqqanligi bo'yicha mana. Sizlarga videolarni ham tashlab beramiz yoqqanini. Mana yoqqan yana. Yo'l taraflarni ham yoqqan, bu yerlarni ham hozir ko'rsatamiz. Sizda videolari bormi barchasi? Aha, bo'ldi. Ikkala isbotlab berdim bag'irsan, isbotlab ber deding sen. Isbotlab berin dedim, to'xtab turing. Menga berdingiz isbotlab. Lekin yer meniki dedimi? Men o'ng'alam cho'zdirmadim. Yer 12 emas. Yer hech qachon 12 emas. Yer davlatniki. Davlat ijaraga. To'g'ri, ijaraga olgan bilan manfaatli foydalanib turgan yo'q, o'zini kissasini aytdi-ku. Sholaki o'tiribdi. Aka, men shalisiman ishim yo'q. Yo'q, to'g'ri, siz daraxt bo'yicha. Men aytchakmanki, yana taqdimnoma chiqqan, nima uchun harakat yo'q? U sholaki o'tiribdi, chorvachilik qilinsin degan ekan bu yerda. Shartnomasida. Ozuqa bazasi. O'zini o'zi murojaat tushmaydi-ku. Hozir ijaraga. Yerni zaxiraga qaytarsin davlatning yerini 10,4 gektar yer ekan u. Ondan ziyod yer bo'ladigan bo'lsa, uning balansida turgan narsaga bu yoq borib turibdi-da, men ekdim dedi. Xo'p, ekkan bo'lsa, menga isbotlab berdi. Lekin sotga borib turib, fuqarolik sotga borib, shuni minat etgan ekan, boshqa etgan ekan. Qarorni chiqarsin. Qarorni chiqarsin. Hech qanday qarshilik bo'lmaydi. Davlat kadastrli palatasi Xorazm viloyat boshqarmasi Gullan tuman filiali. Salma meniki deyurganga shu borib so'radi. Salma 12 emas-ang? Salma 12 emas ekan, havo. Ha, mana. Salmada meniki deydi, hamma narsa meniki deydi. Yo'q, Yo'l ham hamma narsa. hech narsa 12 emas, davlatniki hamma narsa. Hamma narsa davlatniki. Bu hamma huquqi teng bu Salmada. Mana. Siz o'qib ko'ring og'aynim. Salmada haqqi bormi, ular yo'qmagan. Gullan tuman katastrni oldim-ku, uyda bir bosib chiqarmadim-ku. Boboxon aka, yana siz bizlarga murojaat qildingiz. Shu to'lib tashib ketdim, bormagan joyim qolmadi deyapsiz. Nima bo'ldi o'zi? Bir boshdan bir ozgina qisqacha tushuntirib bering. Nima bo'ldi? Fermer bilan o'rtangizda qanaqadir nizo bormi yoki nima bo'lyapti o'zi? Bizlarda uyimiz yonida chorva fermerlar bor, Rajabovlar. Aha. Bularning eng kattasi Shavkat Rajabov degan prokuraturada ishlaydi ekan. Voyanni prokuraturadami? Undan kichkinasi voyankomatda, undan kichkinasi ichki ishlarda. Shu yillar davomida bizlarga suv o'tirmaydi bular. Siz nima biron narsa ekasizmi? Sholi ekamiz, dehqonchilik qilamiz, bir bog'larim bor. Shuna azob berib kelatirmilar. Ish qilib yillar davomida ishladi bizlarga bular. Daraxtlarimizni yog'adi. Xudoyim ko'rsatgan bularga. Metro. Yatağım. Bitirip qaytamiz lan. Mana menga olibdi dag'in. Aytibdi mana terakni yo'q. So'nggi aytadigan so'zim Gurlan tumani hokimiyati qishloq xo'jaligi bo'limi, ya'ni o'sha zam hokimiga aytmoqchiman. Siz taqdimnomani yuristingiz sudga chiqarib, yerni davlat zaxirasiga qaytarishi lozim. O'zingiz borib o'z ko'zingiz bilan borib ko'rishingiz mumkin, balkim sizning xabaringiz ham bordir bu bo'yicha. Nima uchun u inson 30 yilga ijaraga olib turib, yerni sholi ekib o'tiribdi? Nima uchun chorvachilik yo'q u yerda? Biz ko'rmadik, chorvachilikni ko'rmadik. Nimaga? Nima uchun maqsadsiz foydalanish kerak? Bizani davlatimiz yerni ishonib tadbirkorlarga beradilar, lekin izini tekshirmaydilar. Qani bu nishab o'tiribdi? Qani bu haqiqatdan o'sha qimmatbaho qoramollarni, ya'ni shartnomada ko'rsatilgan chet elni qoramollarini olib kelib boqayaptimi? Davlatga qanaqa foydasi tegyapti deb nima uchun monitoring qilishmaydi ko'pchilik joyda? Mana shu savollar bizani hanuzgacha qiynab kelyapti. O'ylaymanki, Gurlan tumani hokimiyatining yuristi albatta mana shu taqdimnomani, ya'ni Gurlan tumani prokurori tomonidan chiqqan taqdimnomani o'rganib chiqadi va albatta sudga ishni oshiradi.